Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana ko'ringlar pistalarni, Eron pistalari va Abduxalil ukamiznikida mana chiroyli mevalar qilib yotibdi mana. Bu endi 10 yasharli pista. Ko'ringlar, shingil bo'lib meva qilgan mana. Bu mevalarga e'tibor beringlar. Pista ekmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yamiz, like bosib, podpiska qilib qo'yamiz. Xudo xolasa yaxshilik tarqatishga bir yondashgan bo'lamiz. Shu xonadonimizda mana shunday qancha pistalar yetishtirib turilsa, misol ko'rib dili bahringiz ochilaveradi. Faqat pista emas, umuman mevali daraxtlar. Mana ko'ringlar. Mevaga e'tibor beringlar. Shingil bo'lib yotibdi. Xudo xolasa bular yaqinda hosillari pishadi. Kelib bemalol ko'rishlaringiz ham mumkin. Mana e'tibor beringlar mana mevalarga. Mevalarga like bosib qo'yamiz, xudo xolasa hosiliga qaranglar. O'ta ser hosil. Bu hozir Abduxalil ukamizga bir maslahat berdik. Bunga endi ilojim boricha suv ochmaslik kerak. Pistalar shunda qancha mevaga kirgandan keyin, xuddi shunday holatda bo'lgandan keyin bunga 40 kun suv ochilmaydi. Keyin bu pistalar mag'izi to'lib danaga o'sha yoriladi. Mag'izi to'lib semirib yoriladi. Yo'q, suvni ochaversak bu pisholishga olib keladi. Oxir oqibat. Shuning uchun bu tomonlarga e'tibor beramiz. Boshqa mevalarga suv ochsak katta bo'ladi, lekin pistaga suv ochmasak o'shanda katta bo'ladi. Qaranglar mevani. Mevani qarang, rossa mevalar qilgan mana. Qaranglar. Xo'p, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Telefon nomerimizni yana bir bor aytamiz. 91lik 123 0550. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshilikka yondashamiz, yaqinlarga yuboramiz. Sog' bo'linglar. Bular ko'chatlardan tayyorlab qo'yilgan. Rahmat, sog' bo'linglar.